U milliard dollarni olib, bu yog'iga maza qilib o'zim yashayman deb o'yladi. Ammo oxir-oqibat 9 million dollar qarzdor bo'lib chiqdi. Ehtimol siz bloger Xabi o'zining suratiga bo'lgan huquqlarni 1 milliard dollarga sotganini bilarsiz. Lekin shundan keyin nima bo'lganini bilasizmi? Uning rafiqasi ajrashish uchun ariza bergan. Xabi unga har doim mehribon bo'lgan, undan hech narsani ayamagan. Ajrashish to'g'risidagi arizada u nomuvofiqlikni keltirgan. U ehtimol shunchaki o'sha shirin chekning yarmini olmoqchi bo'lgandir. Axir bu milliard dollar. Lekin sudda qiziqarli bir narsa ma'lum bo'ldi. Xabi texnik jihatdan bir chaqasiz bo'lib chiqdi. U shu paytgacha ko'chmas mulk va mashinalarni otasining nomiga rasmiylashtirib kelgan. Aqlli, shunday emasmi? Ammo sud sobiq xotinining nomida 20 million dollarlik mulk topdi va 50-50 qoidasiga ko'ra yarmi Xabiga o'tadi. Endi xotini unga 9 million dollar qarzdor. U sobiq erining mulkiga ko'z tikdi. Afsuski, endi o'zinikidan ham voz kechishiga to'g'ri keladi.